Do'stlar, bugun seshanba. Jo'ja bozoriga bordik. Yaxshi novvoscha chiqmabdi, ko'rdik hammasi haligi. Jaydari novvoschalar. O'zim novvoschami, yem-yeyishini qaranglar. Kepak. Yonida suv turibdi. Bitta beda drabilkadan o'tkazib tashlab qo'yganmiz. Qo'rasi somonlar yayib qo'yilgan, quruq. Shuning uchun tanasida ham go'ng boshqa narsalar yo'q. Tay quruqligi uchun do'stlar. Kepeda endi ishni boshladi. Ertalabdan beri 1,5 kilogacha kepik tashladi. Kupillatyapti. Do'stlar, bugun bozorni ko'rib keldik. Narxlarga kelsak, do'stlar, biznikidaqa novvos yo'q, lekin o'sha biznikidaqa novvosning narxi 13 million atrofida bo'libdi. Novvosni mana yaqindan ham ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, oyoqlari uzun, o'zi ham uzun. Orqalari puchmas. Bugungi biz ko'rgan novvoslar sutdan qolgan novvoschalar. O'shuning uchun olgimiz kelmadi. Kuniga 6 litr sut ichyapti men novvosim. Bu bo'lsa shu sutni egasi. Olaxon. O'sha 4 oydan o'tdi do'stlar. Suti sekin pastlashni boshlayapti. Yemdanmi bilmayman nimadan. Buni pastlashni boshlayapti. Bugun bir yana 10 million atrofida bitta novvos olamiz deb turdik. Jo'ja bozoriga, Sharxondagi Jo'ja bozoriga bordik. Bizga yoqadigan novvos topolmadik. Kichkina novvoslar bor ekan, o'shaga bir 7 million, 8 milliondan beradi. Ular lekin qiyin bu sovuqqa ko'nikib ketish. Bir hafta bo'lgan, 4 kun bo'lgan tug'ilganiga. O'shanaqa novvoschalar. Meniki уже 1 oylikka yaqinlashdi men novvosim. Kelganda do'stlar, umuman nimada ichalmayapti sutni. Jomda hozir jomchaga quyib bersa bemalol ichyapti novvoscha. Polni soskada berilyapti kelganda. 2 hafta soskada berildi, undan keyin jomda berildi. Jomda o'zi bilan jon chiqarib yuboryapti sut ichishda. Kepa deyishni qaranglar buni. Katta novvoslarga o'xshab yeb qoldi bu. Yaqinda ham bir hafta oldin ham yoniga bitta kosada qo'ysam 2 kun, 3 kun turadi. Endi hozir ertalab qo'ygan, mana yana qolmayapti. Kelinchi. Qarang. Polvon. Qarang. Kep qo'y. Mazzata. Katta bo'lishini qaranglar buni do'stlar. Baqabali o'zgarayotganlarida o'zgarayotganlarni ko'rsangiz maza qilasizda. Novvos kelganda qanchalik edi, hurpayib yotuvdi tuklari. Hozir ancha cho'tki novvos bo'lib qoldi. Xudo xolasa ko'ramiz, 3 oy baqamiz agar vaziyatga qaraymiz. Xo'raligi xo'ra. Yemmi, manetni nimani ham yeyapti, betani ham yeyapti. Abetki sutlari berildi, hozir soat 2:30 bo'lyapti abetdan keyingi. Yo'q, hech narsa yo'q. Bobosh. Shunaqa gaplar do'stlar. Keyin bu yoqda biyagumislar mana bu reaktorda bor, beriyoq taraflar polni elanish jarayonida. Bular elanganlar, tayyor elanganlar bular. Xuddi shunaqa bo'lib setkadan o'tadi.
Mana shu duvalli burchaklarida bor hozir. Duvalli burchaklari qolgan, elanmagan. Keyin mana shu bor, sariq. Ha, keyin undan keyin qilinadigan ish shashimoldan chiqqan go'nglarni mana shu duvalli burchaga yayib turib, ustiga chuvalchangdan tashlab yuboramiz. Shu bilan bahorgacha shu go'nglarni yeb yotishaveradi. O'netda g'ozonlar bor, uzumli baklari, o'sha narsalar bor, o'shalar ustiga tashlab yuboramiz, aralashtirib yuboramiz xullas. Uni ko'rgan reaktorlaringda bitta chuvalchang bor ekan, o'shuning uchun ashiga bitta bir 2 kvadratcha joy turibdi, chuvalchang ko'p ekan. O'shini tashlab yuboramiz orasiga do'stlar. Xuddi shunaqa gaplar sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Voleybola kanalida imzolashmanglar.